Qancha ularni cheki? Bitta dona kursi bir 5 minglardan boshlanadi ularda. Bizda Sizda? kompaniyaniki 10 ming. Siz 5 mingga qilsangiz nima bo'ladi? Klient olmaydimi? Katta kompaniyalar bormi? Shu siz qilmoqchi bo'lgan produktni chiqarib, siz sotmoqchi bo'lgan narxga sotayotgan. Bilmayman. Bu degani men birinchiman bo'lmoqchiman. Menga tadbirkorlikni o'rgating deyapsiz. Unaqa emasmi? Qanaqa bo'lmasa? Zaпрос shunaqaki, qaniydi ko'proq kompaniyalar xodimini o'qitsa. Demak, balkim bu qizuv emasdir, bu unaqa katta o'sib ketadigan biznes emasdir. U zaпрос emas. Bu xohish. Asosan distribyutorlar. Asosan distribyutorlar olyapti sizdan. Distribyutorda shunaqa problema katta ekanmi yangi xodim chiqarish? Individualni qilishadi, ularni cheki ancha qimmatroq zaten. Nimaga shunaqa chekingiz yo'q sizni? Sizni produktingiz zo'r. Katta Lekin hech kompaniyalar kim pul uchun. to'lashga tayyor emas. Shunaqa og'rig'i bormi? Ketib qolsa Bor. ko'p sen javob berasan. Bor. Bormi shunaqa og'riq yo'qmi? Bor. Bozor kichkina deganda o'sha xodimlarini o'qitmoqchi bo'lganlar, kichkinami ili unga Yo'q, pul bermoqchi bo'lganlar. xodimlarini sizga to'g'ri keladigan narxda pul ko'rmayapmiz deb bu modelda hozircha. Lekin model zo'r. Lekin bu problema bor bozorda. Hammani og'rig'i, bozor kichkina. Ikkinchi razborni boshlaymiz. Ikkinchi ishtirokchimiz Habibullo Karimov, xodimlarni testlash. To'g'rimi? Keling. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingizmi? Yaxshi. Bugun bizada karrachilarni razborlar ekanda. Ikkinchi ishtirokchi ham karradan. Uchinchisi ham karradan. Давайте. Xo'p, o'z storingizda ozgina aytib bersangiz. Ajoyib biznes ekan. Men bunaqa biznesni Rossiyada eshitdim oldin. Assalomu alaykum rahmatulloh hammaga. Xush kelibsizlar. Ismim Habibulloh. Educorp kompaniyasi rahbariman. Nima degan? Educorp. Educorp. Educorp kompaniyasi. Biz kompaniyalarga ichki akademiya tuzib beramiz. O'sha onlayn kurslar tayyorlab beramiz. Ketidan testlar tuzamiz. Hozir tushuntirib beraman ishimizni. Bu orqali o'sha yangi xodimlarini tezroq kompaniyaga moslashtirish mumkin bo'ladi yoki bor xodimlarini. O'zim haqimda aytib bersam, 2020-yilda bu sohani boshlaganman. Undan oldin nima bilan shug'ullangansiz? Undan oldin bir 12 yil farm kompaniyalarida ishlaganman, marketing va asosan sotuv bo'limida. Qanaqa kompaniyada ishlagansiz? Farm kompaniya. Farm kompaniya. Katta kichkinaligi qanaqa? Juda katta. Juda katta. Top kompaniyalarda. Nima ish qilgansiz u yerda? Men u yerda sotuv bo'limida ishlaganman, rahbarlik lavozimigacha keyin ko'tarilgan. Nimani bitirgansiz? Singapurskiyni. Singapurskiyni. Nechinchi yil? 33 yoshman, Karimov Habibulloh. Nechinchi yil bitirgansiz? 15-yil. 15-yil bitirgansiz. Aha, xo'p. Undan srazu shu katta kompaniyalarga kirgansiz, to'g'rimi? Shunaqa. Birinchi yil shu Instagramga, keyin shu kompaniyalarda ish boshlagan edim. Xo'p. Keyin 2020-yilda shu Profi Farm degan ustozimizning kompaniyalari bor. O'sha yerda u yoqqa ham sotuvchi bo'lib kelgan edim. Keyin bir taqdir taqozosi bilan xodimlarni rivojlantirish bo'limiga boshliq bo'lib o'sha yerda o'tdim. U yerda bir qancha muammolar bor edi. Boshidan tuzganmiz shu xodimlarni rivojlantirish bo'limini. O'sha yerda bizda o'sha payt 90 tacha xodim bo'lardi. 2 yilda 250 ta bo'lgan. Bu xodim sotuvchilarni o'zi. Kompaniyangiz оборотlarini yozib olsam. 24, 25. 25 nima qilmoqchisiz? 24 qanaqa bo'ldi? Qarang, biza mana bu xuddi o'zimiz qilib yurgan ishni kelgan biznesga aylantirilgan edi. Qachon boshladingiz? Asosan 23-oxirida boshladim, noyabrlarda. Xo'p, 24da. 24 bilan o'sha agar noyabr, dekabr 23 qo'shadigan оборот bo'lgan. Aha. 25 ga plan. Bunda yanvar, fevral ayting. Yanvar, fevral bir Qanaqa bunaqa qilmoqchimiz endi? hozir o'shani topamiz-da, xudo xolisa. Sizlar nima deb o'ylayapsizlar? Botga chiqsanglar, shersta kela волшебник bo'ladi. Yo, planlar bor, dekompozitsiya qilindi. O'xshamadi, keyin g'olab chiqildi. Yo'q, agar qilgan bo'lsangiz, dekompozitsiya zo'r. Hozir eshitamiz unda. Tak, o'rta chek qanaqa? Qarang, mendagi katta muammo bo'lgan, mana shu 20 mana boshdan aytib bersam. Rentabelность qanaqa?
dan qancha foydasi bor? Anaqa zarariga chiqdim o'tgan O'tgan yili. qo'shimcha pul berdim, to есть foyda bo'lmadi-da undan. 24-yil polniy optga, tajribaga ishlandi, har xil sohalarga kirib chiqdik. Restoran ham, distributsiya ham, retail ham. Endi bu yil o'sha xatolarni, keyslarni to'g'ri xulosa qilib, prosta pul ishlash bu biznesdan. Sizlarni biznesinglar kimni taniysizlar xorijda masalan? To'g'ridan to'g'ri modelni to'g'risi hali topmadim, lekin o'xshashlari masalan Yandex Praktikum bor, iSpring bor, balki Ekapsida bir qancha mana shunaqa narsalari bor. Shunaqa. Produktinglar o'zi nima? Mana produktimizni kompaniyaga kelamiz. Xo'p. Masalan 100 ta sotuvchisi bor. Uning ichida bir 3 tachasi eng zo'r sotadi. Kasdev qilib miyasidagi bilimlarni olib, upakovka qilib, yana o'ziga qaytarib beramiz. U video darslik ko'rinishda bo'ladi. Bir 2-3 soatmi, 5 minutdan kichkina video darsliklar, metodologiyasini ham tuzamiz uni. Ketidan test savollar, platformaga joylab beramiz. To есть yangi xodim kelsa, prosta login parol tashib beradi. Nech pul turadi? O'tgan yili 2-3 mingdan sotdik, o'sha zarariga-da. Juda kam arzon. 5-6 ming. Xos. Biz bu sizlarning produktinglar. Qanaqa rezultat sotasizlar? Yangi xodimni tezroq adaptatsiya qilish. Yangi xodimga получается учебный programma sotishar ekan-da, adaptatsiya uchun. Narxlar menga sifrada ayta olasizmi rezultat? Rezultatni? Masalan, yangi xodimga mana shu narsani bersak, qanchada u mana yangi xodim keldi. To'xtang, sizning klientingiz kim? Qayerda bir xil lavozimli ko'p xodimlar bo'lsa, distributor, retail, restoran. Bu hozir yuridik shaxs to'g'risida gap rost. Klientingiz odam kim? LPR. LPR men biznes egalari deb o'yladim, lekin yaqinda men karrozishdan keyin yana ancha-muncha narsalarni o'rgandim. O'ylab qarasam, ko'proq bo'lim rahbarlari ekan. Chunki eng ko'p tashvish xodim, yangi xodimni o'qitish, imенно ularni bo'ladi. Bo'lim rahbari hal qiladimi pul ajratishni sizga sotib olish? Yo'q, biznes egasi. Значит, kim ekan baribir? LPR biznes Xo'p, egasi. biznes egasiga qanaqa taqdim qilasizlar sizlarning produktinglarni? Mana hozirgacha yarim yilcha bo'ldi. Yarim yil oldin polniy target yoqardim, o'qilardim. Yo'q, u ko'rsatishinglar. Nima deb sotasizlar produktinglarni? Yangi xodimning tezroq rezultat keltirishi boshlaydi deb. Qanchaga tezroq, nech pulga? Masalan, bir yangi xodim keldi, 2 oyda hamkasbidan o'rganadigan narsasini prosta bir haftada o'rganib oladi u. Xo'p, mayli. Hozir davom ettirganimizda tushunib olamiz. O'rtacha chek qancha? Hozir men bu yildan уже 10 mingdan olaman proyektlarni. Proyekt 10 ming. Klientingiz kim? Kompaniya masalan. Yo'nalishmi? Asosan distributorlar. Asosan distributorlar olyapti sizdan. Shunaqa. Nechta distributor bor? Hammasi bo'lib. Bilmayman. Distributorda shunaqa problema katta ekanmi yangi xodim chiqarish? Bu masalan 200-300 ta xodimi bor. Yiliga kamida 100% sekuchka bo'ladi ularda. Proyekt baribir 100 ta xodim bo'lsa ham 10 mingmi? Shunaqa. 3 ta xodim bo'lsa ham 10 ming. Shunaqa. Yo'q, qarang, narxi tanlanadigan darslikning sonidan kelib chiqib. Lekin plus minus unga mashincha darslik kerak bo'ladi. Zapros nimada bo'lmasa, zaprosdan boshlaylik. Zapros bizda hozir loyihaviy model ishlayotganimiz, bir oyda bir 3 ta nari borsa 5 ta proyekt ola olamiz. Xo'p. Mashina qanaqa qilib, prosta massiviy biznes modelga o'tkazish mumkin. Qidiryapsiz. Variantlar bor. O'shani qaysini to'g'riroq o'zi qanaqa variantlarni taniysiz? Mana karra o'sish kursiga kelishimdan asosiy maqsadim mana shu savolimga javob berdi-da o'zi. Xudo xolisa Sherzigan bilan bitta ko'rishmayli, shunda so'rab olaman deb. Keyin Begzod aka bitta uchini ochdim. Bu savolni qarsaja ko'lanadigan narsa ekan. O'shanga razborga hozirlik mana o'zingizdan как раз so'rab oldim. O'zi nima fikrlaringiz bor bu to'g'risida? Ya'ni aytasiz, bitta ikkita nima qilsa bo'ladi? Variantlarim bor deyapsiz. Mana bitta variant просто единица масштабирования masalan agar PM bo'ladigan bo'lsa, bitta PM nechta 3 tami proyekt ola oladi. O'shanaqa PM-larni ko'paytirish, tagiga masalan o'sha montajyor, operator hamma narsalarni olib berib. Bu bitta yo'li. Lekin u yoqda baribir men kerak bo'lganman. Ikkinchi yo'li serverni
razborida eshitdim, unga bergan maslahatinglar o'rgatib turib unga sotish va uchinchi yo'li white label kurslar tayyorlab, уже masalan bir 60-70% уже tayyor, qolgan 40% individualni tayyorlab beramiz. O'zi hozir faqat individualni tayyorlab beramiz kompaniyalarga darsliklarni. Men shu 3 ta yo'l ko'raman. Chet elda masalan men iSpring taniyman dedingiz, Yandex praktikum taniyman dedingiz, LinkedIn bor masalan. Kim? LinkedInni o'zini LinkedInniki bor. Nimaga ularni modeliga qaramadingiz? Ularni ko'rdim, ular asosan LMS platforma ko'proq long readlar bilan o'qitishadi-da xodimlarni. Xo'p. Lekin mana biz o'zimiz ham o'sha profida ishlaganimda juda ham ko'p bularni Odamlarga tushuntirib beringlar nimaligini buni. Nimani? Long readlar. LMS degani Learning Management System platformasi. Platforma sotadi asosan iSpring yonida Get kursga o'xshagan. Get kursga o'xshagan. Get kurs ko'proq info sotish. Tak. Korporatsion обучение bo'yicha. Kurslarni sotadi, tayyor kurslarni. U ko'proq o'qiladigan, mashq qiladigan, ko'proq o'qiladigan narsalar. Biz iminni bir 80-90% qiladigan ishimiz video darsliklar tayyorlab berish. Chunki u yoqda ancha emotsiya bor, empatiya bor, odam o'zini fikrlarini yaxshiroq tushuntirib bera oladi. Mana shunaqa. LMS просто niyat bor, xudo xolisa. Konversiya qanaqa hosilada 10 mingga sotyapman deyotganinglarda? Konversiya? Yo'q, bu yildan boshladik. Mashina. Yo'q, nechta обращениyadan nechta sotyapsizlar? Отдел продаж, marketing yo'q menda. Xo'p, o'zingizda qanaqa konversiya? Kim sotyapsiz, sotyapsizmi? Ha. Sizda men to'g'ri tushundimmi? Sotishga вообще problema yo'q. Problema anaqada, исполнениеda. To'g'ri yopib berishdi proyekt. Shunaqami yoki sotishda problema bormi? Mana 3 ta proyektni sotishda muammo yo'q, lekin qaniydi 30 ta, 50 ta, balki 100 talab proyektlar sotilsa, unda albatta отдел продаж, marketing kerak bo'ladi. Просто men uni qo'ymayotganim anaqasi qanaqa qilib oson masshtabировать qilinadigan biznes modelni topib olsam keyin qilaman deb turdim. Men bunaqa oson biznes model masshtabировать qiladigan proyektni ishda ko'rmaganman. Hamma boshlab ko'ryapti-da. Nimaga Yandex ham qilmadi, masalan, siz aytayotgan biznes modelni iSpring ham qilmadi. Hatto iSpring уже 20 yildan beri qiladi shu ishni. Nimaga ular qilishmayapti deb o'ylaysiz? Chunki ularniki osonroq masshtabировать qiladi. Nimaga osonroq? Tilini o'zgartirish oson, uni redaktsiya qilish osonroq. Nimaga ular qiyin yo'ldan yurishmadi? Siz xohlayotgan qiyin yo'ldan. Nimaga proyektlik individualni qilishmayapti deyaptilar? Individualni qilishadi, ularni cheki ancha qimmatroq bizaniki. Nimaga unaqa chekingiz yo'q sizni? Qancha ularni cheki? Bitta dona kursi bir 5 minglardan boshlanadi ularda. Bizda sellik kompaniyaniki 10 ming. Masalan, tayyorlasa bir 30-40 mingga tushib ketadi ularda. Siz 5 mingga qilsangiz nima bo'ladi? Klient olmaydimi? Yo'q, bo'ladi. Agar o'shancha darslik tayyorlaydigan bo'lsa, 5 mingga ham qilib beramiz. Yo'q, 5 mingga bitta kurs qilsangiz deyaptilar. Uni bilmadim. Unda Yandexdan olishadi? O'zbekga qilib bermasa kerak. O'zbekcha yo'q-ku Yandexda. Konkurentingiz yo'q. Yo, просто 3 ta sotar ekansiz deyapman-da. 3 ta sotsangiz, unda qimmat soting. 30 ta sotsangiz, unda kimdir sotsin, massiviy produkt qiling. Siz hamchi mana Sarvar qilgan ishni qilyapsiz-da, yoki Islomjon qilmoqchi bo'lgan ishni qilmoqchisizda. Ularga razborlarni ko'rdingizmi ularnikini? Nima deyildi ularga? Mayli, hozir qarang, sizni zaprosingizni men tushundim. Agar to'g'ri tushungan bo'lsam, ayting. Biz xohlayapmiz arzonga qimmat produkt производствоda o'zi qimmat, lekin arzonga sotmoqchi biz. Bizlarni o'rgating. Производствоingiz necha pulga tushadi sizga? Masalan, 10 mingga sotsangiz rentabelность qanaqa? 46% marja, hali toza emas unda. Marja tozasi qancha? Uni qancha odam ishlaydi uni qilish uchun? Kecha hisoblab chiqdim. 33%. 33% bu individualniy proyektniy работада bu juda kam-ku. Чувствуете? Ну, как бы bu qarang, штучный товар ekanda, yuvelirniy работа deylik.
har bitta kompaniyaga unga moslab qilar ekansiz. Bitta massiviy shtampovka qilingan narsa emas. Endi bunaqa bo'lgandan keyin buni rentabilnisi balon bo'lishi kerak. Yoki siz shtampovka qiling, hammaga bitta, nima deydi, restoranlarga bitta обучающий produkt qiling, distributorlarga ikkinchisini qiling, boshqalarga uchinchisini qiling, uni arzon soting, uni 5000 dan soting butun komplektni hammaga. Agar yuvelirniy qilib o'zingizni kompaniyangga qilib beraman desangiz, uni rentabilnisi 100% bo'lishi kerak-da, bunaqa ishda hech bo'lmasa. Mani savolim, nimaga Amerikadagi bor modellarga qaramayapsizlar? Qanaqa modellar bor? Men bilmayman qanaqa model bor. Sizlar masalan sizlar aytyapsizlarki, bizni toptu, masalan, mana shunaqa produkt chiqarmoqchi bizni. Katta kompaniyalar bormi? Shu siz qilmoqchi bo'lgan produktni chiqarib, siz sotmoqchi bo'lgan narxda sotayotgan. Balki bilmasdirman. Ha? Bilmayman. Bu degani men birinchiman bo'lmoqchiman. Menga tadbirkorlikni o'rgating deyapsiz. Shunaqa-da. Men sizga tadbirkorlikni o'rgatadigan bo'lsam, birinchi qiladigan ish bor modelni olib, bor tayyor modelni olib, shuni prosta ko'chirish. Shundan tadbirkorlik osonroq, tezroq o'rganiladi. Biz nima qilamiz? Biz olamizda men bu ishni qilganmiz, bu ishni in-house bo'lgan, keyin buni outsource ko'chaga chiqarmoqchi biz. Endi mana shunaqa produkt chiqardi. Endi buni faqat bizda kattalashtirmoqchi bo'lsa, masshtablashtirmoqchi bo'lsa, o'xshamayapti. Yo'q, unaqa emas. Unaqa emasmi? Qanaqa bo'lmasa edi? Zaпрос shunaqaki, qaniydi ko'proq kompaniyalar xodimini o'qitsa. Masalan, mana Uning uchun bu boshqa problema marketing. To'xtang. PR. O'shanga mos produkt. Mana shu 3 ta yo'lda ko'ryapman. Mana shu loyihani, ya'ni loyiha deganda individualni tanlab berish emas. Ko'proq odamlar xodimini o'qitadigan narsani. Lekin unga siz baribir individualni tanlab berishingiz kerak-ku hozir. Sizda yo'q-ku общий produkt. Tayyorlay olamiz uni. Qarang, hozir masalan o'sha Karradagi bilmayman 50 ta kompaniya kelsa-da, menga qilib ber desa, nima bo'ladi? Yo'q, hozir qila olmayman. Prosta nima demoqchiman, qarang. Siz hozir gapirganingizda men aytdim, "Vau, zo'r narsa ekan u", bu dedim. Chunki bu shunaqangi katta problema, odamlarni nima deydim, yaxshisidan yengisiga informatsiyani to'g'ri yetkazish bu rosa katta problema. Biz o'zimizning kompaniyamizda odamlarni olib kelib, bularni hammasini videolarga oldirib, обучающий programmalar qilib, yangilarni o'rgatib, rosa bunga vaqt ketgan, pul ketgan, lekin ishlaydigan instrumentlar paydo bo'lgan. Mana siz qilgan ishni biz o'zimiz in-house qilib, sherstakam qildirganlar, odamlarni shu narsaga olib kirtirib ichkariga, kompaniyaga har bitta отделga qildirib chiqqanlar. Bu qimmat, uzoq, mashaqqatli ish kompaniyaning ichida. Endi bu ishni siz bu hamma problemli ishda bu. Buni olaman deyapsiz o'zingizga. Olarkansiz zo'r. Bu katta problemani yechadigan narsa. Bitta siz endi bu yerda xato ko'ryapman, nima deydi? Qiyshiqli. Katta problemani kichkina pulga себестоимостьga yechib berish. Nimaga kerak? Ular ichkariga ishchi olsa ham qimmatroq to'lashadi. Ishchi olsa ham shu narsaga qimmatroq pul ketadi. Kompaniyasining ichida ishchi olsa ham, ko'chadan tayyor risksiz kelib specialist и то bu ishchi olganda bittasini olishadi, qila olmaydi, ikkinchisini olishadi, qila olmaydi, uchinchisini qilib beradi. Narxi, o'rtacha narxi siznikidan qimmatga tushadi. Vaqt ko'p ketadi. Siz kelyapsiz, aytyapsiz, "Men garantированно senga qilib beraman", deyapsiz. No arzonga, nimaga? Yana mayli ekan u arzonni ichida siz pul ishlasangiz. Pul ishlamaysiz. O'tgan yil 22 ming pul qo'shibsiz. Hech qaysi kompaniya pul ishlamasa o'sa olmaydi. Tushunyapsizmi? Birinchi fin modelingizni tuzating. Undan keyin sotishni o'rganing. Nima deydi? Klassika bo'yicha ketaylik. Mayli, sherstakam aytgan gaplarini nimaga bunaqa deyaptilar? Перевод. Agar dunyoda bu ishni hech kim qilib, katta milliarder bo'lib ketmagan bo'lsa, milliardniy kompaniya bo'lib yoki millionniy хотя бы kompaniya bo'lib, demak, balkim bu qiziq emasdir, bu unaqa katta o'sib ketadigan biznes emasdir. Balki kerak emasdir bunaqa narxga. Bunaqa narxga balkim kerak emasdir. Tushunyapsizmi?
ko'ring bozorni deyaptilar. Siz aytyapsiz, mandagi qilib bersa, bor mandagi uslugasi Yandexda deyapsiz. U qimmat deyapti. Chunki Yandexda boshi bor. Ular jin emas, u arzon, o'z себестоимостьdan arzon sotadigan. Bu yerda qancha risk bor? 33% deyapsiz. Agar bitta problema chiqsa-chi, bir oy emas, siz 3 oy ishlasangiz-chi, 33% emas, minus 33% bo'ladi bu yerda. Tushunyapsizmi? Bu yerda unda nafas olib qo'ysangiz, minusga kirib ketasiz. Lishniy nafas olsangiz, minusga kirib ketasiz. Nimaga kerak bunaqa ishlar? Keling, zaprosdan boshlaylik. Yana bir marta qaytaring. Zaprosingiz qanaqaligini? Zaprosim mana shu korporativniy обучениyani qanaqa qilib ko'proq kompaniyalarga sotsa bo'ladi degan zapros. Qanaqa qilib ko'proq kompaniyalar sizni to'g'ringizda informatsiya eshitish kerak buncha как minimum. Ikkinchi masala именно produkt jihatidan. Masalan, bizda hozir loyihaviy-ku. Mana o'zimni o'ylaganim, mana bitta kompaniyaga keldik, 100 ta darslik tayyorlab berdi-ya. Nariginga borsa, xuddi o'shani 50 tasini bu ham zakaz qiladi-da. Xuddi o'sha narsa. Xo'p. Lekin endi bor, bu narsasini unga tarqatib bo'lmaydi. Shunaqa. O'ylayapman. Yengicha qilib g'ildirayni boshqatdan, Prosta o'sha 50 tani o'zimiz olib qo'ysak, tayyor qilibdi. Logotiplarni qo'ymasdan u yoqqa qaysi kompaniya kerak keladigan bo'lsa, o'shanga mana 50 tani уже tayyor. Masalan, 3 kunda уже qilib beradi. Prosta logo qo'yib chiqsa bo'ldi. Qolgan 50 tasini individual tayyorlab beramiz. Mana bunaqa narsa. Zapros degandacha to'g'ri tushuninglar, hamma keyingilar ham kim keladiganligi. Zapros qanaqa bo'ladi? Bizni mana shu narsani harakat qilyapmiz. Mana bunaqa qilib ko'rdi, bunaqa qilib ko'rdi, bizda o'xshamayapti. O'shani qanaqa qilib yechsa bo'ladi degan zapros bo'ladi. Siz menga bizni hali qilib ko'rmaganmiz-da, qanaqa qilib yechsa bo'ladi. Men u zapros emas, bu xohish. Tushundim. Zapros qanaqa? Zapros shunaqa narsani qilib, успешный bo'lgan Rossiyada или birovoy qanaqa kompaniyani bilasizlar? Bilmaymiz. Tanimaymiz, to'g'risi bilmaymiz. Yo'q, To'rbusov bilamiz, lekin u pul ishlamadi bu kompaniyada. To'rbusov вообще boshqa anaqa qilgan. Просто 200 ta testli anaqa bor, test bor, 200 ta savolli, shu savolni просто onlayn qilgan bo'ldi. O'shandan filtr qiladi. Undan lekin katta pul ishlamadi, вообще pul o'ziga kerak edi, bu просто o'ziga ishlatadi. Reklama qilib sotib ko'rmoqchi bo'ladi, lekin o'ta katta pul yo'q. Siznikini ham men ko'rmayapman deb просто katta pulni. Mashaqqatli bitta kompaniyani og'rig'i bor. Eshityapman, siz ishlagan kompaniya og'rig'i bor edi. U qildirdi. Siz aytyapsizki, endi men o'ylayapman, ras bu kompaniyani og'rig'i bormi? Значит, boshqa hamma kompaniyaning og'rig'i bor. Chiqyapsiz bozorga. Bozorga chiqqaningizdan keyin bozor aytayaptiki, bizda og'riq bor, bizni kamroq to'lamoqchimiz. Men hozir zapros tushunmayapman. Mana 87 mingda nechta kompaniya bo'ldi? 3 mingdanmi? 2 mingdanmi? Mana chek har xil bo'lgan edi. 40 ta, 50 ta. Yo'q, 38 ta kompaniya. 38 ta kompaniya. Men bitta narsani tushunmoqchiman. Sizning klientingiz LPR bu tadbirkor. Tadbirkorga bu produktni nima deb sotyapsizlar? Tez o'rganasan deyapsizlar. Ketib qolsa, o'rniga o'rin tez tayyorlab olasan. Tushundim. Shunaqa og'riq bormi? Ketib qolsa ko'p demaysan, javob berasan. Bor. Bormi shunaqa og'riq yo'qmi? Bor. Mana shu og'rig'im bor deb uxlamaydigan tadbirkor bormi? Bor. Bormi? Bormi? Qayerda? Kim bor? Mana hammasi uxlamayapti. Nimaga olmayapsizlar bularni? To'xtanglar, mikrofon siz gapirmanglar. Mikrofon. Bizda xuddi shunaqa aktualniy вопрос bor edi. Yangi xodim keldi-da, mana 3 oymi 4 oy bo'lyapti, sotuvchi hali ham to'g'ri ishlayapti, ertapdan kechgacha yuribdi, lekin rezultati yo'q. Biz o'ylaymiz, nimadir yetishmayapti. Xuddi mana shunaqa o'zimizcha ofisda o'tirdikda, kurs qilamizda, o'sha eng zo'r rezultat qilayotgan bolani miyasiga narsa olib beramiz dedik. O'sha kuni men bularning prezentatsiyalarini ko'rdim. Xo'p. То есть yangi xodim kiryapti-da, birinchi oy 100 million savdo qilyapti-da, bular уже bergan darsliklari, o'sha bergan ilmlar orqali o'sha ikkinchi oy 200 million qancha ham, uchinchi oy 340 million ketadi. Bitta savol bering. Siz biznes egasimi? Biznes egasimi? Zo'r. Siz nech pul to'lashga tayyorsiz? Xodimgami? Yo'q. Bularning produktiga. Biz o'sha kuni aytdik, juda arzon qo'ygansiz. Yo'q, to'xtang. Siz arzon qo'ygan qimmat, arzon qo'ydi degani, mana puli turibdi, mana berdim degani. Shunaqa.
siz nechi pulga sotib olishga tayyorsiz? tayyorsiz? Biz ham mana shu narsani aytdik. Men lishna o'zim Bitta savolga ishlab javob topolmayotgan hozir pulim bor-da, qaroy. Yo'q, savolga javob bering. Necha pul berishga tayyorsiz? Bo'ldi, boshqa qanaqa savol kerak, javob kerak. Bitta shu summani ayting. Menimcha 20 mingdan ko'p turadi deb bilan produkt. Yo'q, siz turadi emas, abstrakt emas. Men menimcha to'lashga mana hozir qo'yib beraman mana shu pulni deng. Ayting. Kim 20 mingga sotib olishga tayyor mana shu og'riqni hal Hozir qilishga? to'xtanglar, sizdan eshitdik-lu, necha pul berasiz? Men o'zim masshtabimda 10 ming berishga tayyorman. Bering hozir. Yo'q, men hazillashayotganim, bering. Bo'ldi. Hatto bir predoplata bering. Bo'ldi, beramiz. Yo'q, beramiz demasdi. Hozir olib chiqib bering. Yo'q, prosta nimaga Yo, deyapti? o'zi biz boshqacha kelishuv qo'yganmiz o'zi. Yashanglar. Mana biz hozir kazdef qildik siz bilan. Beramiz deganlar juda ko'p bo'ladi. Lekin haqiqatdan beradiganlar bo'lmaydi. Nimaga bilasizmi? Bunaqa tadbirkorning 100 ta boshqa problemasi bor. Sizning problemangiz 101-chi. Sizning problemangiz katta problema. Lekin bu problemaga 20 ming hozir to'lagandan ko'ra odamni psixologически mamta baryeri bor-da. Undan ko'ra 2 mingga xodim sotib olsam, o'sha xodim mana shu ishni menga qilib beradi deb o'ylaydi. Lekin u xodim 3 oy ishlaydi, qila olmaydi. Keyingisini oladi, yana qila olmaydi. Keyin уже ha keling 10 ming arzon ekan deydi, уже mamta 15 ming ishlatib qo'ygan bo'ladi. Lekin psixologический baryer сразу to'la olmaydi u pulni. И то 10 ming arzon deyapmiz. 10 ming sizda 0 ekan hozir. 20 ming bo'lsin deyapman. 20 mingga mana, давайте kazdef. 20 mingga sotib oladi kompaniya. Agar rostdan bu og'riq bor bo'lsa, katta kompaniya bo'lsa. Просто men o'ylayman, Kichkina kompaniyalar sotib ola olmaydi. og'riqqa hali yetib bormagan bo'lishi ham mumkin-da. Masalan, bitta xodim oldi. U hali rezultat keltirmaydi, lekin baribir unga oylik to'laydi, to'g'rimi? So'tpaketi bor. Qarang, bozorni formirovать qilish uchun siz Juda uzoq kelajakni sotyapsiz. Juda uzoq kelajak. To'g'ri tushuning. Problema hozirgi tadbirkor problemasi hozir bugun boshqacha. Sizni produktingiz yaxshi, kelajakda. sizning produktingiz zo'r. Katta Lekin hech kompaniyalar kim pul to'lashga tayyor emas. Og'riyotgan bo'lsa-chi? A? Og'risa-chi deyman. O'sha og'riyotgani bormi deb so'rayapmiz. Hamma Og'riyotgani- bor mana deyapti. hamma bor Pulni olib kelinglar desa, yo'q deyapti. Yo'q, to'xtang, Endi to'xtang, qarang, men sotib hozir beraman, mana shu to'xtab bunaqa bo'lsa, bitta savol. Masalan, siz tish doktor bo'lsangiz-da, tish og'riyotgan bormi desa, bor, haqiqatdan bor bo'lsa, hozir pulni to'lang, mamtga chiqib tuzatib beraman desangiz, to'laydimi? Yo'qmi? to'laydi. Tishi og'rib turgan bo'lsa. Особенно boshqa davlatda bo'lsangiz, siz o'zbek doktor bo'lsangiz, mamta kabinetingiz bo'lsa, yugurib keladi. O'zim doktori yo'q-ku yoningizda. Qaranglar, kimda og'riq bor, qani qo'linglarni ko'taringlar. Qo'linglarni ko'taringlar boshqatdan. Boya ko'pchilik ko'taruvdi-yu, prosta og'riq borlar. Bu prosta og'riq Bu bor. problema og'riq bor kimda? Lekin Ko'pida bu yo'q. og'riq bilan yashasa bo'ladimi? Kim endi dalsha to'xtanglar. To'xtab turinglar. Mana, kimda og'riq bor, qo'lni ko'tardik. Ushab turdimiz qo'lni. Kim bu og'riqqa 3 ming to'lashga tayyor? 3 mingga tayyormasizlar. Понятно. Menimcha Mana to'xtanglar, bor ekan 3 ming to'layman degan odam. Kim bu og'riqqa 10 ming to'lashga tayyor? Kim bu og'riqqa 15 ming to'lashga tayyor? Qo'linglarni ko'tarib kelinglar, hozir chiqarasizlar bu yoqqa pulni. Ana bor ekan bitta. Sizda qanaqa kompaniya eshitmoqchiman? Sizda qanaqa kompaniya? Mikrofonni beringlar o'rtaga. Sizda nima kompaniya? Predoplata chiqarib qo'yish kerak bo'ladi faqat. Sizda nima kompaniya? Kazdef-da bu bilmoqchimiz. Turing o'rningizdan. Assalomu alaykum. Biz Xo'p, o'zingizdan turing. ismim. Siz biznes egasimisiz? Ha, egasiman. Egasiz. Nechta ishchingiz bor? 600 ga yaqin. 600 ga yaqin. Man zo'r. Nechta sotuvchingiz bor? 80 taga yaqin. 80 taga. Necha marta o'zgaradi sotuvchingiz? Bir oyda. Bir oyda 10% tekuchka bo'lsa kerak. 10%. Endi 10%i Bir yilda 8 ta. 100% получается. 8 ta bo'lyapti? 80 tadan? Bu bir oydan, bir yildami? Bir oyda. Bir oyda. Har oy 8 tasi o'zgaradi. Birinchidan 8 tasi nima o'zgaradi? Hozir qarang, yangi kelganida
ko'proq o'zgaradimi yoki eskilardan Yangi ko'p kelganidan. Yangidan. Bu yangi kelganidan degani отборda sizlarga o'tmaydi просто. Просто испытательный срокdan o'tmaydi. Shunaqa bo'lyaptimi? Испытательный срокda necha oy ishlaydi? 3 oy. Sizga qizuvmi 3 oy o'rniga 1 oyda uni chiqarib yuborish? Qizuv. Ishonch qo'lim ko'tardi. Xo'p, 20 ga ham rozimisiz? Roziman. Bo'ldi, chiqing predoplata to'lang. Bugun $100, qolgan 19,800 to'lab Mana sizga qo'yasiz. klient topib berdim. Ama sizga endi qarang, boshqacha yo'lni o'rgatsamchi. Tashing, jo'nating. Masalan, $500 anaqa nima deydi? 10% emas, 2% ketadigan qilib bersamchi hozir. Shu yerda turib. Tushunmadim. Sizda 8%, masalan, 8 ta odam ketyapti, to'g'rimi? 2 ta odam ketadigan qilib bersamchi. Yo'q. Hozir men sizga yechimini tushuntiraman-da, yechim qarang. Siz aytyapsizki, bizni tanlayotganda odam kelyapti-da, bizda ishlab ko'ryapti-da, ketib qolyapti. Chunki o'rgana olmayapti, to'g'rimi? Shunaqa bo'lyaptimi yo unaqa emasmi? 8 tasi ketyapti. Sabablar bor-da. Qanaqa sabab? Masalan ayting. Sabab. O'rtacha sababingizni ayting. Masalan, bizani o'zimiz aytamiz bilan bo'lyapti. Biz tushunishimiz bo'yicha, misol uchun, ishga bir xodimni olish uchun, misol uchun bizni aytaylik 20 ta xodimdan tanlay olmayapmiz-da. Ha. Bizani aytamiz. Hadyashi varonka. Chunki o'zi yo'q, xodimni o'zi yo'q. Yo'q. Bizni misol uchun Yo'q, xodim o'zi yo'q emas. Bizni xodimlarni olib kela olmayapmiz kerakli darajada. Shunaqa. Misol uchun mana bizani aytamiz 20 ta xodimdan 20 ta kadr, misol uchun bitta kadr olish uchun 20 ta odamdan agar bittasini tanlasa, misol uchun bizani yutug'imiz. Lekin o'sha 20 ta xodimni bisidan o'tkazib bittasini olmayapmiz-da. Eng uzoq ishlayotgan xodimingiz Saudiyada necha kun ishlayapti? Necha yil? 6 yil. En foizida ayting, qaysi biri eng uzoq, masalan 5 yildan ko'p ishlayotgan bugungi kunda? Necha foiz ishlayapti? 50 dan shu. Yashang. Nechta kerak o'zi sizga? 80 ta ishlayapti, o'zi nechta kerak? Hammasi bo'lib. Shu 80 ta yetarli shekilli. O'ssiz yana kerak? O'sa yana kerak. O'sasizlar? O'sish niyatinglar bormi? Ha, bor. Значит, постоянно kerak. Bizni nima qilamiz o'shaning uchun? Bizni kirayotganda odamga shunaqa filtr qo'yamizki, agar birinchi oy ishlamasa, bizda birinchi oy ketadi. Boshidan aytib qo'yamiz. Bizda ko'pi eshitgandan keyin ketadi. Bu poylab o'tirmaydi. Asli aytyapsizlarki, biz baribir anaqa qilamiz. O'shaning uchun o'sha 8 tani ketadimi, ketmaydimi bilmayman, lekin o'sha 8 tani menga o'qitib bering baribir deyapsiz. To'g'rimi? Mana shunaqa qo'yib bersangiz, 8 ta masalan o'qitib berdi, siz yopdinglar. Keyin nima qilasizlar o'qishni? Qaysi o'qish? O'qish qo'yib beradilar sizga. Keyingi 8 taga ishlatishadi. Kerak emas deyapsiz, 8 ta o'zi 80 ta kerak deyapsiz. 8 tadan masalan 8 tasi ketmasa-da, birinchi oy 3 tasi ketsa, keyingi oy получается 3 tani o'qitasiz, 2 talarda bular. Keyin 3 tadan ham bittasi ketadi. Keyingi oy bittani o'qitasizda, keyin shu bilan boshqa hech kim ketmay qolsa, nima qilasiz? Bo'ldimi? O'qish. Qarang, siz tadbirkorsiz-ku. Qanchada bu 20 mingingiz qaytib keladi deb o'ylayapsiz? Tikkan hozir bu produktga tikkan 20 mingingiz qanchada qaytib keladi deb o'ylaysiz? 3 oyda kelsa kerak. Qanaqa qilib hisobladingiz? Endi birinchisi shu muammoni o'ylamaslik. Hozir o'ylab turibsiz. Hozir o'ylab turibman. Energiya ketqizyapsiz. Ikkinchisi, Bo'ldi shu hozir. agar mana shu siz aytayotgandek baribir o'ylaversangizchi, davom etsachi, O'ylasam bularning keraklari yo'q menga. 20 mingingiz qaytarib beradi? Bilmayman uni. Yo'q, sizlar qanaqa kelishyapsizlar hozir? Endi uni kelishamiz-da endi. Хорошо. Mana klient topdingiz. Уже разборni oqladingiz deylik. Rahmat, o'tiring. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Biz karra o'sish tadbirkorlar uchun programmaning 3-guruhini, 3-potokini sotuvini boshladik. Karra o'sish
bu tadbirkorlar uchun tayyorlangan dastur bo'lib, bu dasturni 5 ta moduli bor. Bu dastur Sherzod Tursunovning o'z bizneslarida ishlatgan instrumentlar bilan to'la. Hech qanaqa teoriya, ishlamaydigan, YouTubedan o'rgangan narsalarimiz yo'q. Faqat o'zimizni bizneslarimizda ishlatgan va bizneslarimizni rivojlanishiga yordam bergan instrumentlar bu programmada ishlatiladi. Programmamiz 3-moduli 18-sentyabrda boshlanadi. Hozir eng arzon narxda va nasiya programmalari bilan sotuvni amalga oshirishingiz mumkin. Eng arzon narxlarda kim olmoqchi bo'lsa, albatta hozir havoladan o'ting va joyizni bron qiling. Bitta narsani tushunmoqchiman-da, mana qarang, bular mana hozir 10% sekuchkalari bor ekan. Bular pulni tez oqlab oladilar. Bu 20 mingda, bilasizlarmi nimaga? Bu 8 ta odam agar masalan 3 oyda emas, 1 oyda pul ishlashni boshlasa, 20 ming hech narsa emas. Tez qaytib keladi tadbirkorga. Keyin borlarni o'zini. Gap unda emas. Gap nimada? Masalan, bular hozir aytyaptilar, menda tekuchka 10%, sizdan 20 mingga sotib olsam, siz nima menga qilib berasiz? Tekuchkam qanaqa bo'ladi endi? 10% emas, 5% bo'ladimi? 3% bo'ladimi? Qanaqa bo'ladi dalcha tekuchka? Mana har bitta xodimni adaptatsiyaga ketadigan xarajati bor. Adaptatsiyaga уже qoladigan xodimning xarajati-da bu. Masalan, nima deydi? Tekuchka bo'ladimi baribir unda ham? Yo'q, tekuchka adaptatsiyadan keyin ham ketadi-ku xodim, ketishi mumkin u ishdan. To'g'ri, masalan, yondashdilar, u hamma narsa adbordan boshlanadi-da. To'g'ri adbor bo'lsa, qanchalik sifatli adbor bo'lsa, shunchalik qolish ehtimoli yuqori bo'ladi. Ikkinchisi, prosta mana har bitta yangi kelgan odamga narxi bor-u, uni ham masalan hamkasbini vaqti ketadi, so'zpaket, oylik baribir unga to'lanadi, u faqat rezultat keltirmasa ham. Masalan, bitta xodim masalan $200 ketsa ham, yiliga 200 ta xodim almashadigan kompaniyalarda уже 40 ming xarajati bor shuni o'zida-da. Keyin boya aytdim, masalan 100 ta xodimi bor, 3 tasi zo'r ishlaydi. Buni bilimini olib, Mameti 97 taga bersa, to'g'ri, bular 10 barobar ko'p sotmaydi. Lekin hozirgiga qaraganda уже ko'proq sotadi. Biz praktikadan o'tganda bu. Habibullo, men 100% bilaman. Agar siz aytgan ish qilinsa, bu tez oqlanadi katta kompaniyalarda ayniqsa. Men o'ylayman 1 oyda, yarim oyda ham oqlansa kerak. Chunki u odamlar sotishni boshlaydi. Sotganda уже foyda berishni boshlaydi. Atak aklatda o'tirsa, hech narsa sotmasdan minus beradi. Bu yerda уже plus beradi. Bu tushunarli. Men tushunmoqchiman, sizni odamlarga beradigan nima deydi? Garantiyangizmi, предложениyangiz nimada? Mana siz aytayotgan gap unchalik, mana pulga pul sotsangiz oson sotasiz-da, pulga pul. Mana aytsangiz, mana xodiming hozir senga bilmayman, mashincha minus yoki shuncha oklad to'lab olsan, u senga savdo qilmayapti. Men bilan bo'lsang, okladingni to'layotgan paytda уже o'zini okupasiya qilishni boshlaydi. Senga уже mashincha plus olib kelishni boshlaydi. Qanaqadir buni matematikasini sanab bersangiz demoqchiman odamlarga. Siz sotishingiz oson bo'ladi. Keyin masalan, avtoservis sotish osonmi, qiyinmi? Nima deb o'ylaysiz odamlarga? Avtoservisni sotish ko'rishga metodologiyasiga kirib chiqish kerak buni. Avtoservis sotish sizni produktingizni sotishdan osonmi, qiyinmi? Yo'q, oson albatta. Avtoservis sotish osonmi? Ha, deb o'ylayman. Da? Chek 100 million, 150 ming dollar osonmi avtoservis sotish? Avtoservis uslugasini sotishmi? Yo'q. Ha. Biznes avtoservis sotish. Ha, u qiyinroq bo'lsa kerak. Qiyinroq? Ha. Biznes avtoservisi sotish uchun qanaqa qilib mana franshiza sotish, bu biznes sotish. Tushunyapsizmi? Odam pulini chiqarib, mana shu biznes sotib olmoqchiman deyish kerak. Buning uchun bu pulni tikib, bundan qaytarib olishiga ishonish kerak. Matematikasini tushunmasa hech kim kirmaydi. Tushunyapsizmi? Keyin qaytib yana sizni zaprosingizga klient topishni bilmayapsizmi yoki qanaqa qilib bor klientlarga produkt yasashni bilmayapsizmi? Shunaqa. Ikkinchisi. Klient topishni bilyapsizmi? Men ko'ryapman, что bilmayapsiz klient topishni. Hozir to'xta. Bor klientlarga масштабируем model, biznes model. Коробочный produktmi? Balki, ha. Keling yana bir marta savollar.
qanaqa qilib коробочный produkt yasashni bilmayapsiz, tushunmayapsizmi? Mana variantlar aytdim-ku 3 ta. Hop. O'shani qaysinisi perspektivniyroq deb o'ylaysizlar? Anunda ili men Test aytmagan qilish yana kerak. qanaqadir. Ha? Test qilish kerak. Men perspektivnisi qaysi birini o'ylayman, qaysi biri bozorda o'zini ko'rsatgan bo'lsa. Aha. iSpring masalan bozorda o'zini ko'rsatgan. Perspektivnimi? Mana masalan iSpring modeli menga yoqadi. Masalan, unitsda ketmadi anaqasi. Nima deydi? Mana shunaqa ular обучающий kurslar qilib berishdi Yo'q, kompaniyalarga. kompaniyalarga emas-da bu. Ketmadi ularda. Ular agencymi nima edi? Ularniki? Yo'q, Dashkiyev kompaniyasi bor edi-ku, unitmi, nima? Shu agency. O'sha kompaniya masalan esimda bor, Dodoga ham qildi, bitta ikkita kompaniyalar qildi, ketmadi bu proyekt. Qimmat chunki. Qimmat. Hozir qarang, mana shu auditoriyada 100 ta odam agar o'tirgan bo'lsa, bitta 1% chiqdi sizda. Sizda problema hozir yana bir marta, hozirgi bor produktingizni sotishmi yoki osonroq produkt chiqarishmi? Mana shu. Oson, arzon. Osonroq, arzonroq produkt chiqarish. Который Bo'lmasa, qarang, kimga o'xshab shuni qilmoqchisiz? Nimaga bozorga qaramayapsiz? iSpringga o'xshab agar qilinadigan bo'lsa, LMS o'sha platforma tuzish u просто programmistlar bilan qilinadigan ish. Menga просто bittani o'qigan joyi ko'p o'qiladigan yanuda u yoqda. Video format emasda. Ya'ni effektivnosti unchalik emas deb o'ylayman. Unitda video formatlari bor. To'xtang, yana bir marta. Anaqani bilasiz, nima edi oti? Skillbox. Aha. Skillbox nima farqi bor? Modelni. Siz Nimada? Biz ularda uzunroq kurslari, 3 tomoni ham bor. Faqat uzunroqligi. Ha, atak zo'r ham. Men sizga yangi modelni hozir bu yerda yasashga yordam bera olmayman. Yangi modelni, lekin yo'lini aytib berishim mumkin. Bor. Birinchidan Rossiyada, Amerikada, boshqa xorijda bor modellarning hammasini plus minuslarini yozib chiqardim. O'shandan qarayirdim, qaysi biri menga ma'qul bo'lsa, bozorimga qarab tanlayirdim. O'zingiz topgan narsa, biz aytayman, bozorga qaramasdan bizda ishladimi, boshqa yoqqa kerak bo'ladi deb o'ylayapmiz biz. Siz aytasiz-ki, yo'q. Qanaqa qilib proyektni biznesni производствоsi proyektni qolsin-da, klientlarga коробочный sotaylik. Shunaqa bo'lyaptimi? Ну, bular hozir 50-50 qilmoqchilar-da, yarmini постоянный qilib qo'ymoqchilar, yarmini pod kompaniya ozgina o'zgartirib, qo'shib, ну kompaniyaga individualniy deb buni masalan 10 so'mga sotmoqchilar, 20 so'mga emas, 10 so'mga. Например. Bu birinchi variant. Ikkinchi sherstakam aytayotdilar, baribir 10 so'mga ham, 10 so'mga ham 1%. Shu yerda 1% chiqdi tadbirkorlar orasida. Bu degani klientingiz butun O'zbekiston ichida, uncha ko'p emas. 1% deb hisoblasangiz tadbirkorlarning ichida. Bu faqat katta kompaniyalar. Bu degani bu yerda katta pul yo'q. 10 so'mdan hisoblab chiqsangiz, agar tadbirkorlarni olsangiz, uni 1%ni olsangiz, uni 10 mingga ko'paytirsangiz, 10 ming ichidan 33 emas, 20% qo'ysangiz rentabilnostingizni toza уже hamma расходlardan tashqari bo'lsin, marketinglarga, отдел продажlarga ketsin pul deb qo'yganingizda sizda kichkinagina pul chiqadi. То есть bu yerda katta pul yo'q. Demak, siz model topishingiz kerak, o'sha massaviy skillboxlarga o'xshagan butun bozorni yopa oladigan, bu dard butun bozorda bor. Masalan, bu yerda hammada bor bu problema, lekin hammada ham 10 ming, 20 ming okupit qilmaydi bu dardga to'lash uchun. Tushunyapsizmi? O'shaning uchun sizning ishingiz получается arzon, но массовый qanaqadir produkt qilish. A может быть, bu вообще qiyin, bu balkim kapitalizatsiya bo'ladigan biznes bo'lar, IT biznes. Kapitalizatsiyada pul yo'q, buni ham tushunishingiz kerak. Bunda kapitalizatsiya bo'ladi, keyin sotilish. Buni ham siz tushunishingiz kerak. Siz o'z IT ni tushunasizmi yoki yo'qmi?
IT platforma qilishi qo'lingizdan keladimi? Bunga odam ishlatish qo'lingizdan keladimi? Chunki bular IT bizneslar. Tushunyapsizmi? Bu yerda boshqa anaqalar kerak. Sizni konkurentingiz kim deb o'ylaysiz? Bozorda. O'zimizni bozordami? Или Mayli, siz o'zimizdan bozorda bo'lsa. yo'q, hozir bunaqa narsani polniy patkul chiqib beradigan kompaniyani tanimayman. Или masalan kosvenniy bo'ladigan bo'lsa, o'zini masalan SMMchilari bo'lishi mumkin. Kosvenniy kim? O'zini mobilograflari, SMMchilari bo'lishi mumkin. in-house komanda videoga olib ber, mana qil. Yo'q. Hal problemani hal qiladigan Unaqasini bilmayman. nimaga anaqalarni sotadigancha, men отдел продаж qo'yadiganlar, ularning konkurent emasmi? Отдел продаж qo'yadiganlar? Ha. Ular bilan qaytadan hamkorlik ishlaymiz. Hamkorlikda ishlaysizlar, o'zingizlarning konkurent emas. Hammasi bilan hamkorlik. Ular ham odam tanlab beradi, odamni внедрять qilib beradi. Ular ham sizlar qiladigan ish qiladi-ku. Odam top beradi, o'qitadi, joylaydi. Ular Faqat ketadi. video material qoldirmaydi. Ha, ular ketgandan keyin, masalan, Sizni 3 oy chaysiz video material qoldirishda, tushunyapsizmi? Da. No siz ular qilgan ishni qilmaysiz. Nima demoqchimiz? Balkim prosta bu razbori javobi bilasizmi nima bo'lishi mumkin? Javobi bo'lishi mumkinki, masalan, bu IT biznes bo'lib rivojlanishi mumkin. Butun O'zbekistonga, no bunga kimdir investitsiya qilish kerak katta. Yoki siz bitta qilaman desangiz, bu yerda katta pul bo'lmasligi mumkin. Endi yoshingiz 33 ta ekan, masalan, yana 5 yil, 10 yil bunga yaxshilab energiyangizni ketkazasizda, tushunasiz, что bomba yo'q bu yerda. Keyin xafa bo'lib qolishingiz mumkin. O'shaning uchun prosta bu razbori javobi bo'lishi mumkin. Xafa bo'lmang faqat. Bozor yo'q. Bozor yetmasligi mumkin. Siz o'ylagan rezultatni qilish uchun problema bor, lekin bu problemani yechish uchun Bozor tayyor emas. boshqa produkt kerak. U produkt qilish uchun boshqa skilllar, boshqa pul kerak. IT produkt, o'sha Yandex'ga o'xshagan, Skillbox'ga o'xshagan produkt bo'lishi kerak-da. U 22 ming ubytka bilan chiqmaydi yiliga. U katta investitsiyalar bilan bo'ladigan narsa bo'ladi-da, tushunyapsizmi? Ishotda problema bo'lishi mumkin. Bozor bor, lekin u variant sizga to'g'ri kelmaydi. Siz qilayotgan variantda pul yo'q. Bu rezultat bo'lsa, razbor rezultati. Necha pul tikilgan? 23, 24? 22 ming tikibdilar 24-yil. Yo'q, siz o'zingiz tikkanmisiz hamma pulni? Yo'q, sherigim bor. Sherigingiz nima ish qiladi? Faqat invest. Investormi? Professional investormi? Yo'q. Tushunarli. Bo'lmasa sizga yana bitta maslahat, sizni produktingizni professional investorlarga ko'rsating. Tez vaqt ketkazmaslik uchun venturniy professional investor постоянно, masalan, 5 ta 10 ta kompaniyaga именно sizlarda presid hali noldan boshlayapsizlar, shunaqa gillaga tikadiganlar bilan gaplashing. Faqat professionallar bilan. Chunki balki men hozir sразу hamma narsani ko'rmayotgan bo'lishim mumkin. Ular ko'radi, biladi, aytadi sizga, bu proyektingizga men pul tikaman yoki tikmayman. Ne professional tikib yuborishi mumkin. Keyin sizni men ko'ryapman konsultant sifatida katta kompaniyalarga yoki kichkina do'laga bu bosh og'rig'ini, обучениeni hammasini men mana shu tarzda yopib beraman deb kirishingiz yoki konsultant sifatida kirishingiz bir nechta kompaniyaga consulting shu обучающий materiallar qilib beradigan consulting kompaniya sifatida ularga nima deydi, uslugalaringizni Bunaqa qilamiz hozir. qilishingiz. Mana shuni ko'ryapman yo'lini. Bu ham ko'p kompaniya bo'lmay qoladi-da. Bu ham endi nima deydi, katta pul beradigan biznes emas, qanaqadir urovenni ushlab turadigan biznes bo'ladi. Pul ko'rmayapmiz deb bu modelda hozircha. Lekin model zo'r. Lekin bu problema bor bozorda. Hammani orig'i bozor kichkina. Chunki bozor kichkina bo'lsa, qancha sizni produktingiz zo'r bo'lsa ham pul kichkina bo'laveradi. Bozor kichkina deganda o'sha xodimlarini o'qitmoqchi bo'lganlar kichkinami, ili unga pul bermoqchi bo'lganlar? Xodimlarini sizga to'g'ri keladigan narxda mana shu siz berayotgan produktni sotib olmoqchi bo'lganlar. Bu og'riq uchun. Bu og'riqqa siz so'ragan, sizga qiziq bo'lgan narxni to'lashga rozi bo'ladigan kompaniyalar. Masalan, aytdik-ku, mana
себестоимости 10 ekan, 20 olsangiz ok qiling deyapmiz. 20 olsangiz qiling deyapmiz, 20 to'laydigan kompaniya 1%. Yo'q, agar o'sha коробочный qilib, masalan 2000 lardan bu narsani qiladigan bo'lsa, Коробочный bu IT. Коробочный men sizga aytaman, коробочный 2-3 ta sotasiz, indinga hammada bo'ladi. Agar IT bo'lmasa, hammada bo'ladi. Bu ertaga sizdan sotib olmaydi, o'sha ko'chirib olib qilishaveradi. ne, iSpringlarda olishaveradi 60 ming. iSpringda o'zini Platformasida-ku. platformasi bor-da. Ha, platforma qilib albatta bu narsani. Platforma orqali Kimning platformasida? o'zimizni o'sha tuzibdi. Даже iSpringda men sizga aytishim mumkin, platforma bo'lsa ham коробочный videolar chiqib ketaveradi bozorga. Любой video o'rgatadigan video bozorda sotib olish mumkin. Любойni xohlaganingizni piratskiy bo'lib chiqib ketishi. Конечно. chiqib ketadi. Ha, masjidda ekanda unda. O'shaning uchun slaydlari ko'proq bo'lar ekan, ularda o'g'illash. Nimagaligini uni hozir sizga ayta olmayman, no agar nima deydi, bozorga kerak bo'lgan produkt chiqib ketaveradi. Piratskiy bo'lib. Kimdir uni baribir syomka qilib oladi, mumkin emas bo'lsa ham. Baribir sotilaveradi-ku, men o'ylashimcha, masalan, qancha kurslar bor, U slivlar qancha bor. To'g'ri, tashiydi sotiladi, uni. faqat nimada? Rezultat sotsangiz sotiladi. Aha. Rezultat. Garantiya sotsangiz Men bunaqa sotiladi. qilib beraman, men javob beraman. Agar bo'lmasa pulni qaytarib beraman desangiz sotiladi. Prosta kurs olib nima qilaman? U kim qilib beradi menga? Buni deydi, o'shanda sotib oladi odam. Men o'shani so'radim, qanaqa rezultat sotyapsiz deb boya. Rezultat tezroq xodimini ga ish o'rgatish, bosh og'riqsiz. Masalan, 2 oyda emas, 1-2 haftada. Shu rezultatini agar sotib olishga rozi bo'lsa, shu pulga o'shanda sotishingiz mumkin. Lekin bu коробочный produkt emas уже. Tushunyapsizmi? Коробочный produkt u boshqa. U yerda rezultat sotilmaydi, u yerda kontent sotiladi. Farqi shunda. Keyingi yo'lingiz yana bitta обучение qilish. Kompaniyalarni yig'ib, mana bunaqa 1, 2, 3 biz sizlarga mana shu narsalarga yordam berishimiz mumkin, video production qilib berishga, unga, bunga. Birinchi o'rgatasiz tadbirkorlarni, keyin ularga yana yordam berasiz. Bu ham bitta yo'l, qanaqadir bo'lsa ham, nima deydi, более massiviy produkt qilish uchun arzonroq. Mana shu ham menimcha qiziqroq bo'lsa kerak. Nima deydi, bu endi образовательный produkt tarafga уже qarab yo'l. Bu biznesga uncha, bu biznesni sotish to'g'ri. Ko'p odamni yig'ib dars o'tib. Xo'p, nima qiladigan bo'ldingiz endi bo'lmasa? Shunaqa tushundimki, birinchidan dunyodagi mana shunaqa ishlar bilan shug'ullanadigan nima kompaniyalar bo'lsa, asosiylar o'shalarni ko'rib, plus minuslarni yozib, o'shaning ichidan nimadir kombinatsiya qilib olish, Lego qilib. Yo'q, kombinatsiya qilsangiz o'xshamasligi mumkin. Balki, ko'rishdi, nimani o'sha Qaysi imенно modelni siz tanlab olasiz? Shunaqa. Birinchisi mana shu, ikkinchisi men o'ylayapman, Siz mana shu tadbirkorlikni 20-dan boshlaysizmi? Yo'q, oldinroq 15-yildan boshlaganmiz, 15-yilda nima tadbirkorlik qilgansiz? Aptoviy kompaniyamiz bo'lardi, klinika. Aptoviy kompaniyada necha pul ishlagansiz? Maslahat, prosta aytyapman, maslahat. Yangi tadbirkorligi, yangi narsani, ko'chada, bozorda ishlamagan narsani boshlamanglar. Dunyoda birinchi bo'laman, hech kimda yo'q, faqat menda bor deb boshlataylar. Скорее всего, hech kimga kerak emas bo'lgani 10 uchun bu million, yo'liga 100 millionta tadbirkordan bittasi bo'lib qolishi mumkin. Nimaga biz o'sha bittasi bizda deb o'ylaymiz? Pul ishlab oling-da. Keyin o'zingizni pulingizni mana shu biznesga anta masalan 1 million dollar ishlayapsiz, 22 mingingizni tikavering. Uni 1 millioningizni ishlaganingizda ancha narsani tushunib olasiz. Uje ancha narsaga boshqacha qaraydigan bo'lasiz, keyin pul tikishni boshlaysiz. Ammo bunaqa startapga hali hech qayerda ishlamagan startapga vaqtingiz ham ketib qolishi mumkin. O'xshamaslikni ehtimoli katta bo'ladi, Juda hech kim qilmagan ishni. O'shaning uchun bular aytayaptilarki, hamma qilgan oson tadbirkorlik yo'llari bor-ku, olish, sotish, o'sha qilgan aptovingiz yoki boshqa o'shanaqa bizneslarda pul ishlab oling, tadbirkor bo'lmoqchi bo'lsangiz, oson biznes qilib tadbirkor bo'lish mumkin demoqchilar. Bu
eksperiment, hobbi, masalan, bu sizni hobbingiz bo'lishi mumkin. Buni qilavering sekin-sekin. Agar pulingiz bo'lsa, o'zingiz o'xshasa o'xshadi, o'xshamasa yo'q, yo'q. siz masalan aytishingiz mumkin, mana model bor, bozori bor, men ko'ryapman, mana model, mana davlatda ishlayapti, mana anaqasi, nima deydi, og'rig'i bor klientlari, bizda ham xuddi shunaqa bir xil bozorimizga o'xshash. Men shu bozorni olib qo'ymoqchiman desangiz, faqat qanaqa qilib olib qo'yishni bilmayapman desangiz, unda o'shani o'tirib gaplashamiz. Aytib bering, o'tdi qanaqa, nimalarga qaradingiz, qanaqa bo'lyapti, nimaga sizga o'xshamayapti bu yerda. Uni gaplashsa bo'ladi batafsil. Agar yo'q bo'lsa, menda yo'q, faqat keling, men aytishim mumkin sizga 1 millionta gipoteza hozir yozishimiz kerak edi, hammasini test qilishingiz kerak. O'shandan keyin faqat bilamiz, o'xshaydimi, o'xshamaydimi. Siz ayting, nima demoqchisiz? Mana bunaqa, mana 24-yilda har qayerda juda ham ko'p test qildik. Har xil, endi masalan farmda ishlagan narsa, balki restoranda ishlamasdir, boshqasida, o'sha har xil kompaniyalar bilan, katta kompaniyalar bilan ham ishladi. Masalan, qilmoqchi bo'lgan narsamiz 25-yildan boshlab bu iSpringdan farqi, unda prosta o'qiladigan bo'lsa, bizda video varianti bo'ladi. Bu masalan butun dunyoda ishlagan narsa. Nima iSpring qilmagan? iSpring qilmagan, chunki boshqa tillarga oson tarjima bo'ladi u. Masalan, u hozirgi kunda ChatGPT любой tilga tarjima qilib beradi. Nima qilmagan? Narxini modelga o'tirmagan. Ko'tarmagan bo'lishi mumkin. Hammasini videoga o'tkazish. Siz nimaga qilmagan degan savol paydo bo'lishi kerak. Nimaga u butun dunyo qilgani, u qilmaganini o'sha savolga birinchi javob olishingiz kerak. Точно bilishingiz kerak. Nimaga iSpring shuncha pul tikib shunaqa kompaniya bo'lganda butun dunyo video qilgan, bu qilmagan. Nimaga? Borib egasi bilan gaplashishingiz kerak. Hanga qara, nima unaqa qilmading deb. Yosh ko'ralarda ham qayerdadir o'tiradi, to'g'rimi? Nimaga bormaysiz? Nimaga gaplashmaysiz? Qarang, Habibullo. Qaytarmoqchisiz u. Kim ko'rgan anaqani, Askonani, anaqasini, videosini? Qanaqa qilib Askona bo'lib qolgan? Bilasiz, Askona o'zi kim taniydi? Kim taniydi Askonani? Matraslar taniysizlarmi? Askona matras chiqaradigan kompaniya. Qanaqa qilib Askona bo'lgan? Askona bu trener bo'lgan, bu kishi milliarder hozir qanaqa qilib o'z matrasga tushib qolgan. Yo'lda ketayotganida, Vladivostokka poyezdda ketayotganida bittasi prujinam bor, prujinani ol, sot degan. Shu bilan boshlangan 25 yil, 30 yil oldin bo'lgan anaqasi. Keyin bozorga chiqqanida sekin-sekin endi matras chiqarishni boshlagan. Matras hamma joyda matras bir xil. Lekin uni matraslarida marketingoviy natsenkasi, ценности любой производительdan baland. Nima qilgan u? U sразу o'ylagan, "Ammo qanaqa qilib matras kompaniyasini 5 yildan keyin, 10 yildan keyin qimmat sotishim mumkin, milliard dollarga" deb o'ylagan. Uni matras chiqaradigan производствоni egasi, именно matrasni prujinalarini chiqaradigan производствоni, stanoklarni egasi Amerikada yashagan. Amerikaga borganda so'ragan. Men shunaqa 5-10 yildan keyin kompaniyamni sotmoqchiman. Qayerga qarashim kerak kompaniyamni tezroq o'stirishim uchun degan. Zavod egasi aytganki, stanok chiqaradigan zavod egasi. Sizlarga o'xshab Malayziya yoki Indoneziya, hozir esimda yo'q, qaysi biri. O'sha tez rivojlanyapti. Sizlar bozoringiz o'shanga o'xshayapti. O'shanga bor degan. U kelgan, u yoqqa hammasini o'rgangan. Ular 15 yilda qilgan ishni, bular 5 yilda bu yerda qilgan. Tayyor model. Tayyor olganda modelni, tayyor bu yoqqa kelib 5 yilda qilgan. Keyin IKEA bilanmi, o'sha shvedskiy kompaniya bilan gaplashganda, unga borib, qanaqa sistema kulturasi turibdi. Nimaga? Chunki o'shanga sotilmoqchi bo'lgan. Unga borib, uni o'rganib, o'ziga uni birinchi kirgizib, keyin sotib yuborgan 1 milliard dollarga. IT platformalarini hammasini sразу IKEAdagi qilgan. Nimaga? Chunki IKEAga sotaman deb sразу tayyorlagan. Sotib olish har doim oson agar kulturasi bir xil bo'lsa kompaniya. Tushunyapsizlarmi? Chunki buni siz 10 yil oldin уже tushunishingiz kerak. Nimaga bu yo'l bilan ketyapsiz?
kimga o'xshamoqchisiz? Keyin agar razborni rezultati bu ishni qilish kerak emas bo'lsa, bunga ham xafa bo'lish kerak emas. Chunki представить qiling 10 yil bekordan bekorga umringiz ketgandan ko'ra, hozir shu narsani tushunib, balkim bu ish menga to'g'ri kelmas ekan deganingiz, bu sizni yutug'ingiz bo'ladi. Hozir xafa bo'lasiz, keyin Xudoga shukr deysiz. Hozir o'sha iSpring egasiga borsangiz, sizga savollaringizga javob beradimi yo'qmi? Nima deb o'ylaysiz? Bilmadim, egasi bo'lmasa ham qaysidir top menejerga chiqsa bo'ladi. Dash egasiga borsangiz ham javob beradi. Chunki bu yo'lni o'tgan, любой sizni savolingiz uning uchun уже опыт. Sotib oling konsultatsiyasini. Top menejerini yoki собственникini. Zo'r. Вообще problema yo'q. Oldingizmi javob? Oldim. Bo'ldi. Unda tugatamiz razbor. Rahmat. Rahmat.